Xo'p, Bismillahirrohmanirrohim. Kofiya 30-darsga kelibmiz. Xo'p, mustasno ekan-a. O'sha ismi nasb o'rinlaridan bittasi mustasno. Xo'p, al-mustasna muttasilun va munqati'un. Buni ta'rif berishdan oldin ikkiga bo'lib olyapti. Mustasno muttasil bo'ladi, munqati' bo'ladi deb ikkiga bo'lib olyapti. Chunki keyin bitta-bittadan ta'rif beradida, muttasili manaqa, munqati' manaqa deyiladi. Istisno o'zi nima desa, ixroju ma ba'da adatil istisna'i min hukmi ma qablaha. Istisno degani bu istisno omili, o'sha harfi yo so'zi, kalimasi dan keyin keladiganda undan avvalgi hukmdan chiqazib yuborish. Mana bitta ish, mana ish bo'ldi, magaram manonsi bo'lmadi degandek-da. Bo'ldidan bo'lmadi qilib chiqazib yuborasan. Tushunarli bo'ldimi? Endi bu muttasil bo'lar ekan, munqati. Muttasil degani tutashgan, birlashgan, ya'ni aloqa bor. Munqati degani uzilgan, aloqa yo'q. Tushunarli bo'ldimi? Endi istisnoda nima bo'ladi? Mustasno minhu bo'ladi. Bitta narsadan chiqazib olishing kerak. Va istisno kalimasi bo'ladi. Va mustasno bo'ladi. Ya'ni chiqarib olingan deganida. Mana misol uchun ra'aytu talamizata illa faridan deydigan bo'lsak, men o'quvchilarni ko'rdim, faqat Faridni ko'rmadim deganda, magaram Faridda deganda. Shu yerda talamizata mustasno minhu bo'ladi. Illo bu o'sha adot istisno, ya'ni istisno kalimasi. Farida mustasno bo'ladi. Shunaqa bo'ladi. Mustasno minhu va harf istisno va mustasno bo'ladi. Xo'p, fal muttasilu huval mukhraju an mutaaddidin lafzan aw taqdiran bi illa va akhawatiha. Xo'p, endi munqati bo'ladi, muttasil bo'ladi, tutashgan bo'ladi, tutashmagan bo'ladi, bir-biri bilan aloqasi bor bo'ladi, aloqasi yo'q bo'ladi. Nima desa, muttasili yopishgani nima desa, bir mutaaddiddan, ya'ni bir nechalardan deganda, mutaaddid ya'ni sanalgani bir nechalardan chiqarib olingan bo'ladi. O'shalardan chiqarib olinsa, u muttasil bo'ladi. Ashlarning orasidan bir nechani orasidan bittasi chiqarib olinsa, uni muttasil deyiladi. U bir nechalar mutaaddid, lafzan bo'lishi mumkin yo taqdiran bo'lishligi mumkin. Nima bilan chiqarib olinadi desa, illa bilan chiqarib olinadi yo shu illoni sheriklari bilan chiqarib olinadi, qanaqadir. Tushunarli bo'ldimi? Mana misol uchun aytaylik, ra'aytu talamizata illa faridan deydigan bo'lsak, mana shu yerda talamizata o'sha mutaaddid bo'ladi. Tushundingmi? Labzan mutaaddid bo'ladi. Mana ko'rinib turibdi, lafzda ko'rinib turibdi. Mana faridan o'sha talamizatadan chiqarib olinyapti. Shuni muhraj deyiladi. Ya'ni chiqarib olingan. Ya'ni bir nechani orasidan chiqarib olindi. Tushunarli bo'ldimi? Va mana bu bir necha narsa talamizata lafzan ko'rinib turibdi, lafzda ko'rinib turibdi. Tushundingmi? Endi maja'ani illa faridun deydigan bo'lsak, meni oldimga hech kim kelmadi, faqat Farid keldi degan. Bu ham xuddi shu narsa. Bu ham mutaaddid bor, bir necha bor. Faqat u lafzda yo'q, bu yerda yo'q, lafzda yo'q. Tushundingmi? Bor o'zi, ahadun hech kim degan ma'no bor bu yerda. Mendan Fariddan boshqa hech kim kelmadi deysan-da. Bor bu yerda, lekin lafzda yo'q. Bu faqat taqdirda, kallada bor xolos. Tushunarli bo'ldimi? Shuning uchun buni taqdiran deyiladi. O'zi aslida maja'ani ahadun illa faridun degan bo'ladi. Endi mana shu yerda mana bu ahadun, bu nima bo'ladi? Mutaaddid taqdiron bo'ladi. Bu taqdirda bor, lafzda yo'q. Tushunarli bo'ldimi? Farid o'shindan chiqarib olingan. Muhraj o'shindan chiqarib olinyapti. Endi val munqati'u. Munqati' nima desa, huval mazkuru ba'daha g'ayra muhraj. Endi munqati ham xuddi o'sha illodan keyin, o'sha nimadan keyin voqea bo'ladi. Ya'ni adot istisnodan keyin voqea bo'ladi. Lekin u nimadan chiqarib olingan bo'lmaydi.
Mustasno minhudan mutaaddidda, ya'ni bir nechani ichidan chiqarib olinmaydi. U bir nechani ichida bo'lmaydi, alohida bo'ladi. Mana misol uchun aytaylik, ra'aytu talamizata illa mualliman deydigan bo'lsak, o'quvchilarni ko'rdim, faqat muallimni ko'rmadim desang, muallim o'quvchilarning ichida emasda. U muallim-ku, u o'quvchi emas-ku. Tushunarli bo'ldimi? Shuning uchun mana bu talamizata bu labzan mutaaddid turibdi, mana shu bir necha narsa turibdi. Lekin mualliman undan chiqarib olinayotgani yo'q. Bu munqati' bo'lyapti. Tushunarli bo'ldimi? Shuning uchun buni mustasno munqati, uzilgan munqati, ya'ni uning ichida yo'q, talamizaning ichida yo'q. Tushunarli bo'ldimi? Xo'p, va huwa mansubun idza kana ba'da illa g'ayri sifati fi kalamin mujabin aw muqaddaman ala al-mustasna minhu. Demak, u nasb qilinar ekan sifat bo'lmagan illodan keyin mujab, musbat kalomda kelsa. Demak, ikkita joyda nasb bo'lishligi shart ekan. Birinchisi musbat kalomda kelish kerak illodan keyin. Ikkinchisi mustasno minhudan muqaddam bo'lish kerak. Shu yerda nasb bo'lishligi shart ekan. Tushunarli bo'ldimi? Musbat kalom, manfiy kalom bitta narsani qildi desa musbat kalom bo'ladi, qilmadi desa manfiy kalom bo'ladi. Tushunarli bo'ldi? Endi bu hozir faqat ikkitasini aytyapti, buni yana boshqalari ham bor. 3-chi, 4-chi, 5-chi o'rinlar ham bor. Shuning uchun mustasno 5 o'rinda nasb bo'ladi deb men boshidan qo'shib qo'yapman. Ya'ni hammasiga alohida urg'u berib ketaylik. Demak, ulardan birinchisi mustasno nasb bo'lish o'rinlaridan birinchisi, demak, musbat kalomda nima bo'lish kerak ekan? Illodan keyin kelish kerak ekan. Fasharibu minhu illa qalilan minhum. Fasharibu ichdilar undan magaram ozginasi ichmadi. O'zi aslida qalilun bo'lish kerak, chunki ichganlar foil bo'lib qalilun bu yerda nasb bo'lyapti. Nimaga? Chunki musbat kalomda illodan keyin kelyapti. Sharibu musbat kalom. Tushundingmi? Va yana bu yerda mustasno minhu ham zikr qilinyapti. Sharibudagi vov labzan turibdi. Mana mutaaddid shu labzan turibdi. Qalilan o'shindan muhraj, o'shindan chiqib kelyapti. Tushunarli bo'ldimi? Mana shu holatda nasb qilinishi shart bo'lar ekan. Tushunarli bo'ldimi? Vujuban endi, vojib endi. Endi mustasnoni nasb bo'lish o'rinlaridan ikkinchisi mustasno minhudan muqaddam bo'ladigan bo'lsa. Mana misol uchun ja'ani illa zaydanil qawm yoki manfiy kalom. Manfiy kalom, musbat kalom farqi yo'q bu yerda. Ma ja'ani illa zaydan ahadun. Farqi yo'q. Ya'ni mustasno minhudan mustasno muqaddam bo'ladigan bo'lsa, unda hech qanaqachasiga faqat nasb bo'ladi xolos. Chunki uni badal qilib bo'lmaydi, sifat qilib bo'lmaydi, hech narsa qilib bo'lmaydi-da uni. Tushunarli bo'ldimi? Xo'p. Keyingisi mustasnoda nasb bo'lish o'rinlarida uchinchisi av munqati'an. Munqati' bo'lsa. Ya'ni muttasil bo'ladi, munqati' bo'ladi dedi, uzilgan bo'ladi dedik. Mana boyaga aytganimiz ja'ani talamizatu illa mualliman deydigan bo'lsang, bu yerda nima muallim munqati bo'ladi, g'ayri muhraj, ya'ni talamizaning ichida yo'q. Bu paytda nasb qilinar ekan. Fil aksari deb qo'yibdi. Ko'pincha. Ya'ni ko'pincha endi raf qilsa ham bo'laveradi, illa muallimun desang ham bo'laveradi. Lekin ko'pincha nasb qilinar ekan. Aw kana ba'da xola va ada fil aksari. Xola bilan adodan keyin kelsa ham aksar holatlarda nasb bo'lar ekan. Mana bu endi 4-chisi bo'lyapti. Mana misol uchun ja'anil qawmu xola zaydan deydigan bo'lsang, bunda ham mana xoladan keyin kelyapti mustasno va nasb bo'lyapti. Aksar holatlarda. Endi ayrim holatlarda bu xola adolarni harfi jar deb xola zaydin, ada zaydin qilib ham aytishadi. Buni ba'zi olimlar bu harfi jar deydi. Shu ba'u ta'u kafulon va munzu musxala rubba xasho min ado min hatta ila ado. Shitda mana xalo bilan ado bor bitta. To'g'rimi? Mana shu yerda bu ham bor. Demak buni harfi jar deydiganlar ham bor buni.
Endi mustasnoda nasb bo'lish o'rinlaridan 5-inchisi ma xalo, ma ado, laysa va la yakunudan keyin ham nasb bo'ladi. Chunki bulardan keyin ham u maf'ulun bihi bo'lib qoladi. O'zi shularga maf'ulun bihi bo'lib qoladi. Xola fe'l zayda maf'ulun bihi, ma xola fe'l keyingi zaydan maf'ulun bihi bo'laveradi. Tushunarli bo'ldimi? Ja'anil qawm ma xola zaydan bo'laveradi. Tushunarli bo'ldi endi bu. Xo'p, endi mana shu ma xaloyam, ma adoyam, laysa, la yakunu bular ham istisno qiladi. Mana bo'ldi, mana bo'lmadi deb istisno qilyapti. Xo'p. ويجوز فيه النصب ويختار البدل فيما بعد إلا في كلام غير موجب وذكر المستثنى منه مثل ما فعلوه إلا قليل وإلا قليلا. Demek bu yerda nasb qilish ham joiz bo'ladi, lekin badal qilish ixtiyor qilinar ekan. Qachon? Mujab kalomda illodan keyin bo'lish kerak va mustasno minhu ham zikr qilingan bo'lish kerak. G'ayri mujab. Ya'ni manfiy kalomda bo'lish kerak birinchisi, illodan keyin bo'lish kerak ikkinchisi va uchinchisi mustasno minhu ham zikr qilingan bo'lishligi kerak. Mana misol uchun ma fa'aluhu illa qalilun. Mana o'sha mutaaddid, ya'ni mustasno minhu labzan zikr qilinyapti bu yerda fa'aludagi vav va illodan keyin kelyapti va bu g'ayri mujab kalom, ya'ni ma fa'alu manfiy bo'lib kelyapti. Mana shu yerda nasb qilsak ham bo'laverar ekan, lekin badal qilish ixtiyor qilingan ekan. Ya'ni qalilun qilib badal qilsak fa'aludagi vovdan shu to'g'riroq ekan, ya'ni ma'qulroq ekan, lekin nasb qilib o'qishlik ham joiz ekan. ويعرب على حسب العوامل إذا كان المستثنى منه غير مذكور وهو في غير الموجب ليفيد مثل ما ضربني إلا زيد. Endi omilga qarab e'roblanaveradi. Rafam, nasb ham bo'lishi mumkin. Omilga qarab ketaveradi. Qachon mustasno minhu zikr qilinmaslik kerak? O'zi g'ayri mujab kalomda bo'lish kerak. Manfiy kalomda bo'lish kerak. Nimaga? Shunda bir ifoda to'g'ri bo'lishligi uchun, ma'no to'g'ri bo'lishligi uchun. Mana misol uchun aytaylik, ma ja'ani illa faridun yoki ma ja'ani ahadun illa faridun deganida bu to'g'rimi? Mana shu yerda e'tibor qiladigan bo'lsang, bu yerda g'ayri mujab kalomda bo'lyapti, ma ja'ani bo'lyapti va mustasno minhu zikr qilinmayapti. Va mana shu yerda omilga qarab ketyaptiki, bu yerda omil foillikni taqozo qilardi, faridun ham omil bo'lyapti. U ham foil bo'lyapti, u ham raf bo'lyapti. Yoki bo'lmasa ma laqaytu ahadan illa kariman. Mana bu yerda ham mustasno minhu zikr qilinmayapti. Va o'zi g'ayri mujab kalomda bo'lyapti. Ma laqaytu, yo'liqmadim, uchrashmadim. Faqat Karim bilan uchrashdim deyapti. Bu yerda ham nasb qilyapmiz. Va mana shu yerda biz bitta so'zda aytyapmizki, liyufida deyapmiz. Ifoda qilishligi uchun deyapmiz. Endi nimaga deydigan bo'lsa, agar musbat kalom bo'ladigan bo'lsa-chi, ma'no to'g'ri bo'lmay qoladi. Endi bir tasavvur qildi. Hech kim kelmadi meni oldimga, faqat Farid keldi desang to'g'ri bo'laveradi. Endi teskarisini tasavvur qil. Ya'ni dunyodagi bironta odam ham kelmadi meni oldimga, faqat Farid keldi degan. Endi ja'ani illa faridun deydigan bo'lsa, meni oldimga hamma keldi, faqat Farid kelmadi. Dunyoda hamma odam seni oldingga kelmaydi-ku. Shu ma'noda liyufida degan joyi shu yerda. Tushunarli bo'ldimi? Bu yerda o'sha ma bilan illoni shunday olib tashlasang, mana ma ja'ani illa faridunda. Shunday ma'ni ham la illani ham olib tashlasang, o'zi chiqib turibdi-da, ja'ani faridun qolyapti-da. Tushundingmi? Bu kechagisi buni ham shu ma laqaytu illa karimanda ma bilan illani shunday olib tashlasang, laqaytu kariman turibdi-da. O'zi ma bilan lo bir-biriga to'g'ri kelmaydi-da. Uni so'ng bu yoqqa olib tashlaysan.
Faqat hasr qilish uchun ishlatiladi bu. Faqat Karim keldi deyishlik uchun ishlatiladi-da bu narsa. O'zi asli Karim keldi deb qo'ysa ham bo'laveradi. Karimdan boshqasi hech kim kelmaganini ifodalash uchun aytiladi endi bu narsa. إلا أن يستقيم المعنى مثل قرأت إلا يوم كذا ومن ثم لم يجز ما زال زيد إلا عالما. Endi mana boya aytdik, ma zarabani illa zaydun, meni faqat zayd urdi desang bo'laveradi. Lekin zarabani illa zaydun desang bo'lmaydi. Men faqat zayd urmadi desang dunyoda hamma urgan bo'lib ketib qoladi-da. Bu iloji yo'q narsa, bu mumkin emas narsa. Endi illa an yastaqimal ma'no, lekin ma'no to'g'ri bo'laveradigan bo'lsa, unda qilsang bo'laveradi. Mana misol uchun illa qara'tu illa yawma kaza desang, bu yerda o'qishingdan bir haftani yo bir oyni bir hikoya qilyapsan-da, endi mayga bordim, o'qidim, faqat mana kuni dars qila olmay qoldim deyapsan-da. Bu yerda bir hafta yo bir oy iroda qilinyapti-da, bu yerda bir hikoyani ichida ketyapti. Bu paytda mumkin endi. Bunchalik nimasida mumkin. yoki bo'lmasam yana bir misol, kullu hayvanin yuharriku fakkahu al-asfala 'inda al-madghi illa at-timsahu. Mana shu yerda timsoh, har bir hayvon chaynayotgan paytda pastki jag'ini ham qimillatadi, faqat timsoh qimillatmas ekanda endi. Bu mumkin endi. Har qalay bu yerda mujab kalomda bo'lsa ham chiqib turibdi. Tushunarli bo'ldimi? Shuning uchun ham yana joiz bo'lmadi. Maza ala zaydun illa aliman deyishlik. Hatto u manfiy kalom bo'lyapti o'zi. Manfiy kalom bo'lsa ham mumkin emas bo'lyapti. Nimaga desa, ma'no to'g'ri bo'lmayapti-da. Zayd nima sobit bo'lmadi, faqat olimlikda sobit bo'ldi, qolgan hamma narsa sobit bo'lmadi desa bo'lmaydi endi, doim bo'lmadi desa bo'lmaydi. Tushunarli bo'ldimi? Xo'p, yetadi. Xo'p, bu endi mustasnodi yarmi bo'ldi. Yarmini endi ertaga qilamizmi? Xo'p, salomat bo'linglar.